Warren Edward Buffett 1930-yilning 30-avgustida AQShning Nebraska shtatida Omaha shahrida tug'ilgan. U o'rta sinf oilasida dunyoga kelgan bo'lib, uning ota-onasi Говард Buffett va Leyla Buffett edi. Говард Buffett siyosiy faoliyat bilan shug'ullangan va Omaha shahrida kongress a'zosi bo'lgan. Bu esa Warrenning iqtisod va moliyaga bo'lgan qiziqishini erta yoshdan shakllantirishga yordam bergan. Warren oilada 3-bola edi. U aka-ukalari va opa-singillari bilan yaqin aloqada bo'lgan. Ammo u doimo o'zining moliyaviy qobiliyatlari bilan ajralib turgan. Uning shaxsiy hayoti nisbatan sodda va oilaviy qadriyatlarga bog'liq bo'lgan. Buffett 1952-yilda Susan Thompson bilan turmush qurgan va ularning 3 ta farzandi bo'lgan: Susan, Говард va Peter. Susan 2004-yilda vafot etgan, lekin ular ajrashmagan va Buffett o'sha vaqtgacha uni hurmat bilan eslab kelgan. Warren oddiy hayot tarzini afzal ko'radi. U Omaha shahrida sodda uyda yashaydi, qimmat mashinalardan uzoq turadi va kundalik hayotda oddiy odatlarni saqlaydi. Shaxsiy qiziqishlari orasida birinchi o'rinda poker, shaxmat va gazetalarni o'qish bor. Buffett kundalik gazetani, ayniqsa moliyaviy bo'limlarini o'qish orqali yangi imkoniyatlarni kuzatadi. U shuningdek sog'liqni asrashga alohida e'tibor beradi, muntazam yuradi va sodda ovqatlanadi. Ammo u shirinliklarga katta muhabbat bilan tanilgan va hayoti davomida o'zi uchun qiziqarli va noodatiy odatlarni saqlab kelgan. Masalan, Coca-Cola va shirinliklarni sevishi. Warren Buffett maktabni Omaha shahrida boshlagan va yoshligidan matematikaga juda qiziqqan. U 11 yoshidan aksiyalar sotib olishga qiziqqan va moliyaviy bozor haqida mustaqil bilim olishga intilgan. U Nebraska universitetida qisqa vaqt o'qigan va keyin Columbia Business School'ga o'tgan. U yerda Benjamin Grahamning mashhur investitsiya falsafasi bilan tanishgan. Grahamning Value Investing konsepsiyasi Buffettning butun moliyaviy strategiyasini shakllantirgan. İlk ish tajribasi yoshligida boshlangan. U ko'cha-ko'yda gazetalarni tarqatish, sotish va avtomobillarni tozalash kabi kichik bizneslar bilan shug'ullangan. 13 yoshida birinchi aksiyasini sotib olgan va bu uning hayotidagi moliyaviy mustaqillikka bo'lgan intilishining boshlanishi bo'lgan. U yoshligida har doim pulni samarali ishlatish va sarmoya kiritish yo'llarini o'rganishga intilgan. İlk muvaffaqiyatlari ham ushbu yosh davraga to'g'ri kelgan. Masalan, u 14 yoshida birinchi soliq deklaratsiyasini topshirib, daromad solig'idan qaytariladigan mablag'ni investitsiyaga yo'naltirgan. Shu bilan birga uning dastlabki bizneslari ham hamisha muvaffaqiyatli bo'lmagan, ba'zan yo'qotishlar ham bo'lib turgan. Ammo bu tajriba unga sabr-toqat va ehtiyotkorlikni o'rgatgan. Warren Buffett moliya va investitsiya sohasida o'zining noyob yondashuvi bilan tanilgan. U 1956-yilda Buffett Partnership Ltd ni tashkil qilgan va o'sha paytdan boshlab boylik orttirishni boshlagan. U asosan value investing usuliga tayanadi, ya'ni kompaniyaning haqiqiy qiymatini hisoblab, bozor narxidan past bo'lsa sotib olish va uzoq muddat saqlash. Eng katta muvaffaqiyatlardan biri Berkshire Hathaway kompaniyasini boshqarishni qo'liga olganidir. Avval mato ishlab chiqaruvchi kompaniya bo'lgan Berkshire Hathaway Buffettning moliya va investitsiya kompaniyasiga aylantirilgan. U bir necha mashhur kompaniyalarni sotib olgan: Coca-Cola, American Express, Geico, Apple va boshqalar. Bu investitsiyalar orqali u milliardlab dollar daromad olgan va butun dunyoga mashhur bo'lgan. Moliyaviy natijalar juda ta'sirli. Forbes reytingiga ko'ra Buffett bir necha marta dunyoning eng boy odami bo'lgan. U milliardlab dollar boylikka ega bo'lishiga qaramay, hayotini oddiy va tejamkor tarzda davom ettiradi. Shu bilan birga u o'z boyligini mas'uliyatli va ongli ravishda ishlatishga intiladi. Buffettning ish falsafasi va hayot uslubi juda sodda, ammo samarali. U har doim sabr-toqat, intizom va tahlil asosida qaror qabul qiladi. U qisqa muddatli bozor o'zgarishlaridan qo'rqmaydi
va uzoq muddatli investitsiyaga e'tibor beradi. Uning mashhur iqtiboslaridan biri shunday: narx nima ekanligi muhim emas, balki qiymat nima ekanligini bilish muhimdir. Investitsiya strategiyasi asosan value investingga asoslangan. U kompaniyaning haqiqiy qiymatini o'rganadi, moliyaviy hisobotlarni tahlil qiladi va faqat ishonch hosil qilganda investitsiya qiladi. Motivatsion maslahatlardan u shuni taklif qiladi: o'z bilimlaringizga ishoning, shoshilmang va pulni aql bilan ishlating. Uning ish uslubini tanlashi uning sabr toqatiga, mukammal tahlil qilish qobiliyatiga va moliyaviy intizomiga bog'liq. U har doim prinsiplarga sodiq qoladi, ortiqcha riskni o'ylamaydi va oddiy, ammo barqaror yondashuvni afzal ko'radi. Baffet faqat boylik orttirish bilan cheklanmagan. U xayriya ishlari bilan ham mashhur. 2006-yilda u o'z boyligini katta qismini, taxminan 30 milliard dollarni Bill va Melinda Gates Foundation va boshqa xayriya tashkilotlariga bag'ishlaganini e'lon qilgan. U hayot davomida xayriya ishlarini davom ettirib, moliyaviy imkoniyatlari bilan jamiyatga katta hissa qo'shgan. U xayriya ishlari orqali ta'lim, sog'liqni saqlash va kambag'allikni kamaytirish loyihalarini qo'llab-quvvatlagan. Baffetning bu faoliyati nafaqat moliyaviy yordam, balki ijtimoiy mas'uliyatning namunasidir. Baffet hayoti qiziqarli voqealarga boy. Masalan, u poker o'ynashni juda yaxshi ko'radi va bu o'yinda ham strategik fikrlashni rivojlantirgan. Tarixiy ahamiyatga ega lahzalardan biri Berkshire Hathaway'ni boshqarishni qo'lga olgani va kompaniyani milliardlab dollar daromad keltiruvchi global holdingga aylantirganidir. Media va kitoblarda u ko'pincha Omahaning sehrgari, oqshomning sarmoyachisi kabi nomlar bilan tanilgan. Qiziqarli odatlari orasida oddiy hayot, shirinlikni sevish, oddiy uyda yashash va har doim yangi bilimlarga intilish bor. U shuningdek, moliya bozoridagi har bir o'zgarishdan xotirjamlik bilan foydalanishni afzal ko'radi. Bu esa uning muvaffaqiyatining siri hisoblanadi.